O'zbekistonda dori vositalarini sotishda yangi qoidalar joriy etilmoqda. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Dimet elektron retsepti axborot tizimi joriy etilmoqda. Hujjatga ko'ra 2025-yil 10-dekabrdan boshlab Toshkentda, shuningdek, mamlakatning 15 ta shahar va tumanlarida elektron retsept tizimi joriy etilmoqda. Barcha sog'liqni saqlash va farmatsevtika tashkilotlari Dimet raqamli sog'liqni saqlash platformasi orqali ishlashlari shart. Elektron retseptda tibbiy tashkilot ma'lumotlari va uning litsenziyalari, bemor haqida ma'lumot, ICD diagnostikasi, dori nomi, dozasi, qabul qilish sxemasi va davomiyligi, retsept raqami va berilgan sana, davolovchi shifokorning ma'lumotlari ko'rsatilgan. Farmatsevtlar berilgan dori-darmonlarning seriyasi, yaroqlilik muddati va partiyasi to'g'risidagi ma'lumotlarni yozib olishlari shart. 2026-yil oxirigacha barcha tibbiyot muassasalari va dorixonalarni ulash rejalashtirilgan. Yangi modelga to'liq o'tish esa 2027-yil yanvaridan boshlab ko'zda tutilgan. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring hamda Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.